Xo'p, Kia Sonet en full pozitsiyasi, o'sha 3-pozitsiyasini hozir sinab ko'ramiz, qani. Yangi pashti, kam yurgan. Tepalikdan chiqa oladimi yo'q, mana ko'ryapsizlar. Tepalikni ozgina qor qoplangan. 16 mingga yaqin yurgan mashinamizni ko'ramiz, qani. Tepalikka chiqa oladimi yo'q? Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. O, gap yo'q lekin Shustri 1.5 ta motori bilan atmosferniy chiqib ketdi. Qoyil qolish kerak. Chaqqon mashina ekan. Arziydi puliga. Buni arzon qo'yaman. Ko'rib turinglar hozir. Historiyaga qo'yaman, Kempostga qo'yaman. Buni hozir yaqindan oldim. Top-toza 15800 km yurgan. 3-pozitsiya. Mazza ekan. 4.5 litr rasxod qilar ekan bor benzin. Gap yo'q. 4.5 uzoq yo'lda, shahar ichida 5.5 6 litr yaqin ekan. O'ylamaysizlar gazni.